Azizlar nasib bo'lsa. İşte xonamiz aqoy tugal linonlar bilan qo'shib to'shab berdik. 7 ta rulon oldik, 190 mingdan. İtalya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan supermosh aqoylar bilan ham yuvib artolsa bo'ladi. Liloning 1 metr 140 mingdan oldik, 3,5 eni 730 uzunligi. 1 metr kvadrati 20 mingdan to'shaladi. 50 mingdan aboyli qilib berdik. Shu ugonligi birinchilari ichi emas. Endi patologik 100 mingdan metr kvadrat joyga qarab ustalarimiz qilib berishgan 80 ming 100 ming. Usta haqqini o'zida uy egasi material olib beradi. 1 metr kvadratda ishlashgan, 3 ta xona qilishgan mana. Har xonalarning arzonni ko'rsataman, to'liq ko'rib sizlar bilan. Qashqadaryo viloyat Qamashi tuman Langar qishlog'ida zakazimiz. Nasib bo'lsa kuzatib boringlar. Hammaga omad. Xunaman TV YouTube va Instagramga obuna bo'lib qo'yinglar. Har kunlik shu videolarni ko'rib boraverasizlar.